Bakın men жүрмін. Керек пе саған? Енді ishondingmi? Endi ishondingmi? Menmi любой joyda действительно turaveraman. Men birovdan tilimdan yeb qo'ygan joyim, birovdan tilimdan qo'ygan joyim yo'q. Shantaj biladi. Mani erimsanmi? Eringmi? Yetimsanmi sen? Ana. Shu mani yig'ib. Ana. Tomosha avjiga chiqdi, ana. Birinchi yig'lagan paytimda ham oyim Fir etib ertasi kun Turkiyaga uchib bording. Izidan sen Turkiyaga uchib bording. Men havodan olib gapirmayman men. endi vot ko'rdingmi? Endi men oyimning yuragini og'irtay dedingmi sen, ha? Ha? Sen meni bilasan yuragimni og'iradiganin. Yuragimga Yozyapti, ko'rsangiz hamma bilsin. Yozyapti, ko'rsin, hamma bilsin deb multik o'zini bilmaganlikka ovolyapti. Bu videoni oldirib tashladi multik odamlarni bilib qolmasin deb. Mana shu Ravshan degani Turkiyaga bir kun multikdan bir kun oldin uchib bordi. Mana men havodan olib gapirmayman. Ammangni sikay biladi. Isqirt amda bo'lasiz. Ammanangni sikay. Men havodan olib gapiryapman bu gaplarni. Men yo osmondan olib gapiryapman. sening. Bugundan boshlab bu odam yo'q mening umrimda, hayotimda. Buni davnoman yuborganman. O'zi yuribdi. Kim bilan birov bilan unaqa birov bilan yuribsan deb. Birov bilan unaqa birov bilan yuribsan deb. Ana shantaj. Yoz, bor yozib ber ustimdan. Yoz, hozir mana. WhatsAppdan yozay, hozir shoshmanglar. Mana yozaman. Mening hayotimda kechmagan odam meni bilmaydi. Meni tushunmaydi. Mana yozib ber. Tirpilla cha somsa sen mana ketdi. Hozir o'qiydi efirda qara. Hammasiga javob berasan, ko'rdingmi? Yana yozyapsanmi? Yolmasdan yozyapsanmi yana? Ko'rdingmi? Oyimni ko'rsatdim. Kim bilan yurgan ekanman? Даже meni uyimdagilar meni qattiq yaxshi ko'radi. Menga og'ir so'z aytmaydi, meni og'iratimni biladi.